Xo'p, mana modulyatsiyalash degani bu past chastotali e, tovush yoki bo'lmasa tebranish yoki boshqa umuman olganda past chastotali demak to'lqinlarni, ya'ni biz bularni qurilmalardan olamiz. Uni yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlarga birlashtiriladi va natijada u yuqori past chastotali e, tovushni, past chastotali demak to'lqinni yuqori chastotali energiyasi katta bo'lgan to'lqin o'zining ichiga birlashtirib, demak fazoda uni tashiydi va u detektorga yetib boradi. Detektor esa o'z navbatida past chastotali to'lqinni o'zi ajratib oladi. Demak, modulyatsiyalash, agar past chastotani fazoda tarqatadigan bo'lsak, u uzoq masofaga bormasdan so'nib qoladi. Ya'ni uning tarqalish masofasi juda kichkina bo'ladi. Shuning uchun biz uni modulyatsiyalab, ya'ni kuchaytirib, maxsus modulyatsiyalovchi qurilmalar bo'ladi. Bu qurilmalarga tranzistorlar deyiladi yoki tranzistorlar yig'indisi. Ya'ni kuchaytiruvchi tranzistorlar yordamida turli xil chastotalarda sozlanib kuchaytiriladi. Va detektorlashda ham xuddi shu narsa bajariladi, lekin uni teskarisi, ya'ni kuchli to'lqindan past chastotali to'lqin ajratib olinadi. Va shunday mexanizm asosida demak informatsiyalar, ya'ni ma'lumotlar bir joydan ikkinchi joyga uzoq masofalarga uzatiladi. Xo'p, bu yerda mana antenna, mana uzatuvchi antenna yordamida demak telefon, televizor, radio kabi qurilmalarni, demak qurilmalarga elektromagnit to'lqinlar kelib tushadi va ularni bizni qurilmamizda qabul qiluvchi antennalari bo'ladi va u qurilmamiz ichida qabul qilingan to'lqinni detektorlovchi maxsus tranzistorlar ham joylashgan bo'ladi. Shu bilan demak bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat domla dars uchun. Kimda savollar bo'lsa, bemalol bersin mumkin. Ustoz, modulni ochib bering. Nima modul? Ya, uyga vazifalarni yuklolmay qoldik. Vaqti tamom bo'lib qolibdi, soatini qaramabman. Bo'ldi, yaxshi. Ha, bo'ldi, ochib beramiz modulni. Yaxshi. Lekin Ya, vaqtida yuklash 14 kerak-da. 14-birdan 15-5gacha vazifa berdik-ku. 26 soat ekanligini bila qo'ydikdan soatini qaramabmiz-da. Ha, 26 kun ham shitda bo'lyapti. Havongdamirlar. Kechgacha ochib bersangiz ham bo'ladi. Hozir svit yo'q. Bir zamondan yansa yuklab beramiz. Yaxshi. Rahmat domla. Yaxshi. Xo'p, yana bormi savollar? Savol yo'q domla, chiqsak bo'ladimi? Xo'p, bo'lmasa, bugungi darsimiz shu bilan tamom. Rahmat domla. Yaxshi.